Agar siz YouTube ga video joylasangiz, lekin videolaringiz prosmotr olmayotgan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan kanalingiz nastroykasidan bo'lishi mumkin. Ushbu videoda men sizlarga videongiz prosmotriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi xuddi shunday 5 ta nastroykani ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rib, barchasini to'g'rilab oling va kanalingiz to'g'ri nastroyka qilinganligiga ishonch hosil qiling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Birinchi sozlama kanal bolalar uchunmi? YouTube Studiodan sozlamalar, keyin kanal, so'ngra kengaytirilgan sozlamalar bo'limiga kiring. Sizning kanalingiz bolalar uchunmi degan joy chiqadi. Agar siz yosh bolalar uchun mo'ljallangan kontent qilmasangiz yoki qandaydir qo'g'irchoqlarni o'ynatib video olmasangiz, bu yerda yo'q tugmasini tanlang. Agar siz qani tanlasangiz, YouTube kontentingizni YouTube Kids platformasiga o'tkazib yuboradi. Natijada videolaringizni oddiy YouTube dasturidan hech kim ko'ra olmaydi va videolaringiz prosmotr olmaydi. Ikkinchi sozlama tahrirlangan kontent. Bu yangi sozlama va u birinchi sozlamadan ham dahshatliroq. Agar siz bu sozlamani o'tkazib yuborsangiz, videongizdagi prosmotrlar soni butunlay 0 bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun video yuklayotganingizda pastga tushiring va yana tugmasini bosing. U yerda quyidagilardan birortasi kontentingizni tavsiflaydimi degan savol chiqadi. Agar siz qani belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, YouTube ga siz mening videolarim sun'iy tayyorlangan kontent degandek bo'lasiz. Bu sozlama ayniqsa shorts videolarda kuchli ishlaydi. Chunki YouTube u yerda sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentga to'lib toshgan. Lekin bu holat uzoq formatli videolarga ham sekin-astalik bilan kirib kelmoqda. Ayniqsa agar siz stok videolar, AI ovozlar, yuzsiz skriptlardan foydalansangiz, agar siz videoda haqiqiy odam yoki voqeani soxtalashtirmayotgan bo'lsangiz, yo'qni tanlang. Uchinchi sozlama playlist strategiyasi. Hech e'tibor berganmisiz? Biror video ko'rayotganingizda yon tomondagi rekomendatsiyalarning hammasi bir kanalga tegishli bo'ladi. Bu shunchaki omad emas, bu aniq tuzilgan reja. YouTube Studiodan yangi playlist yarating. Odamlar bosishni istaydigan nom bering. Masalan, GTA 5 o'yinida hech kim o'tolmaydigan maxsus missiyalar yoki Robloxdagi eng g'alati 5 ta o'yin. Keyin o'sha playlistga eng yaxshi, o'zaro bog'liq bo'lgan videolaringizni qo'shing. Playlistni hammaga ochiq qilib belgilang. Havolani nusxalang va videolaringizning opisaniyasiga hamda kommentariyasiga joylashtiring. Havolani shunchaki tashlab qo'ymang. Avval playlistdagi bitta videoni tanlang. Ulashish tugmasiga bosing va aynan shu videoga olib boradigan havolani oling. Shunda odamlar to'g'ridan-to'g'ri o'sha videodan boshlaydi va YouTube avtomatik tarzda boshqa videolaringizni ham ularga ko'rsatadi. Agar hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, bu ishni professional tarzda amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Chunki noto'g'ri ochilgan kanal hech qachon YouTube'da rivojlanmaydi. Agar bu borada sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga yordam beramiz. Biz sizga noldan kanal ochib, unga unikal nom, professional banner avatarka, rekomendatsiyaga chiqadigan qilib kanalingizni sozlab beramiz. Bundan tashqari hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Kanal ochishga hoziroq buyurtma berish uchun ekrandagi manzilga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. To'rtinchi sozlama end screen funksiyasi. Har bir videoda yakuniy lavha tugmasini bosing. Ko'pchilik bu yerda obuna bo'lish tugmasini qo'yib qo'yadi. Lekin siz endi professional kabi fikrlashingiz kerak. Shuning uchun obuna bo'lish o'rniga o'sha avval yaratgan playlistni tanlang. Nega? Chunki aynan o'sha playlistdagi birinchi video oxirgi sahifada chiqadi. U bosilganda esa avtomatik keyingi videoga o'tib ketadi. Shunday qilib bitta tomoshabin bitta video bilan to'xtamaydi, 4 ta videoni ketma-ket ko'radi. Ko'proq prosmotr esa bu ko'proq rekomendatsiya degani. Lekin bu yerda bir muammo bor. End screen funksiyasi faqat oxirgi 20 soniyada ko'rinadi va aksariyat odamlar videongizni oxirigacha ko'rmasdan chiqib ketishadi. Keyingi bosqichda esa bu muammoni hal qilamiz. 5-sozlama kartochkalar orqali qiziqish uyg'otish. Siz zo'r video tayyorladingiz, lekin odamlar baribir erta chiqib ketishyaptimi? Demak, siz kartochkalarni to'g'ri ishlatmayapsiz. End screening tagidagi bildirishnoma tugmasini bosing. So'ngra videoning 10-soniyasida playlist qo'shing. Faqat har qanday playlist emas, avvalgi virusli playlistni tanlang. Nega aynan 10-soniya? Chunki tomoshabinlarning aksariyati 15-soniyaga borib videoni tark etishga tayyorlanadi. Siz esa u ketmasidan avval unga navbatdagi kontentni ko'rsatib, e'tiborni ushlab qolishingiz kerak. Videoning o'rtasida esa kanal kartochkalarini qo'shing.
Agar sizda boshqa kanal bo'lsa, aynan shu yerda reklama qiling. Lekin bu funksiyani faqat tomosha qiling degan zerikarli matn bilan qo'ymang. Qiziqtiruvchi teaser yozuvlardan foydalaning. Misol uchun, siz bilmagan montaj sirlari yoki CapCut'da professional montaj. Bu teaserlar shunchaki tavsiya emas, balki inson miyasi uchun tuzoq hisoblanadi. Do'stlar, bu 5 ta so'zlama shunchaki oddiy so'zlamalar emas, kanalingiz aktiviga ta'sir qiluvchi muhim so'zlamalar hisoblanadi. Agarda kanalingiz to'g'ri so'zlangan bo'lsa, hech nimani kutib o'tirmang va kontent qilishni boshlang. Hamda eng muhimi do'stlar, YouTube'ni o'rganishda davom eting. Agar video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha